Blog yuritishga boshlamoqchi bo'lganlarga mani maslahatlarim. Birinchidan, blogingizdan hech qachon uyalmang. Agar sizni o'rtoqlaringiz yoki qarindoshlaringiz nimadir deyishidan qo'rqayotgan bo'lsangiz, ikkita yo'li bor. Yoki ularni kontentingizdan cheklashtirasiz, ya'ni zablokировать qilasiz, yoki prosta buni qabul qilasiz. Chunki hamma ham sizni yoqtirishi shart emas. Sizni hamma ham qo'llamaydi, shuni tushunishingiz kerak. Va bu degani sizga bunaqa odamlar kerak emas. Ikkinchisi, muntazamlik. Boshlanishda har kuni kontent qo'yish muhim. Ayniqsa Instagramda yaxshi kачество, svet, ovoz bo'lish kerak. Algoritm chiroyli va tartibli kontentni yaxshi ko'radi. Uchinchisi, o'zingizni fishkangizni toping. Hozir blogerlar juda ko'p, o'sha uchun siz ajralib turishingiz kerak. Qanaqadir gapingiz yoki sizni ko'rinishingiz, o'zingizni qanaqa prezentatsiya qilasiz. Mana shulardan o'zingizni fishkangizni topishingiz mumkin. Va oxirgisi, o'zingizni topishdan qo'rqmang. Boshida har xil kontentlar olib ko'ring. Keyin asta-sekin sizga nimalar yoqishini tushunasiz. Yoki qanaqadir video zalitet qilsa, o'sha temaga urishingiz kerak. Video foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying. Men ko'p foydali kontent chiqaraman. Всем пока.